Men ilgara bilan silashganda ilanishirga silashgan vaqtda shaxtada ishladim. 5 yil shaxtada ishladim. Mana bu 91 yil ömrümning, mana 92 to'la meni faktiski zaklamı. Ömrümning 8 yılına chetda o'tdi. Qolgan yıllar bitimisi mana shu tugan avlumda. Başta 7. klassni bitirgandan so'ng 8, 9, 10 klasslarda men Çöprelga girib o'qidim. Çöprelga girib uni bitirdim. Uni bitirgandan so'ng armiyada 3 yil xizmat etdim. Armiyada xizmat etgandan so'ng 5 yılga yaqinin, 5 yılga bir ay mekan to'lmadi, shaxtada ishladim. Ağır xizmatda. Biz büyük ağır yıllarda Suquşçığı balaları bekendiriz. Bu zamanını hazır güzalına getirip de bulmadı. Getiresi de kelmiyor. Hazır o zamana bile, hazırki zamana jür bile kukarız. Gillere bilen men qaytib, 60'ga qaytib, haqda ishlagan vaqtda tanışabız da, lekten tanış endi. Men bir Çöprel'de o'qigan kishi. O menden bir klass yuqori, men anardan bir klass tuvanlar. Qaytib ilanishirga birga ömür kechirishga so'z qo'yishdik. U va'da berdi, birga ilanishib, birga yashay boshladik.